Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hörmətli televizor görgüçlər. Yeni bir qatımlıq uçuq söhbət proqramımızı görüşünlərlə qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Hörmətli televizor görgüçlər, bugün studiyamızga bir qancha qatım bundan burun söhbətə təklif qılğan Şvetsiyada yaşayotgan axbaratçı və tədqiqatçı qırınışımız Nəbijan A'lan təklif qıldı. Qimmatli vaxtdan çıxıb gəldiyi üçün köp rəhmət etimiz. Mən rəhmət etdim. Qadirli qındaşlar, bugünkü söhbətimizdeki baş mavzusu Xitayning axbarat çəkləmələri nəyə qarab ketyotidi mavzusuda buludu. Hörmətli Nəbijan, sizga ma'lum, xalqimizga ma'lum, ya'ni Xitoyda bo'libmi bizning vatanimiz Sharq Turkiston bo'lish xolasizdiki, bu vatanimizda har qanday bir cheklamalar ish bo'lmagan, kun siri har kuni bir yangi insan aqli qabul qilolmaydigan darajada har xil cheklamalar kun siri eshib berayotgan, bu cheklamalar kun siri ko'payayotgan bir ziminimizda shundoq bo'lgan sir kuchlanib menyapti bu cheklamalar. Kun siri Xitoyning umumiy bugün bu qatim chiqqan 10-oyning 1-kundan boshlab yo'l qo'ygan bu telefonlarni, xalq ishlatayotgan telefonlarni JX organlari taftish mahkamasi, taftishlar va sudninki xohlagan vaqtida qonunliq tekshirib el-xat inson ishlatadigan bugun butun axborotga doir hamma narsani qonunliq tekshirishni ijro qilib yo'l qo'yganligini 10-oyning 1-dan boshlab yo'l qo'yganligini e'lon qildi. Bunun da Xitay yana özününki elbette Xitayning ichki ülkeleri, şehirlerde icra kılınıyotgandan dal aksicha bu narsa bu e'lon qilinmagandan yillardan buyon xalqimizning ichida ijro qilinayotgan, xohlagancha telefonda tekshirilib ichidan chiqib qolgan bir apachi rasmga yillarcha turmaga hukm qilingan, so'langan, minglagan, o'nminglagan biz bilmaydigan, biz faqat nechisini bila oldik masalan. Xalqimiz bu zulmni, bu ishni nimani yashayotdi. Ammo Xitoy buni texmbak buniki kuchaytirib, rasmiy qonunlashtirib ijro qildiganligini e'lon qilgan bo'ldi. Va buningga yana shu chet eldagi nurg'un Xitoyga qarshi harakatlarning kuchayayotganligini buni to'sishimiz kerak. Shu qonun bo'yicha xalqning uni buni qilishimiz kerak degan shu yolg'on yovdiq gaplarini pardozlab buni o'ttirib qo'ygan bo'ldi. Unda boshda sualni kichik qilib parcha bo'lib başlasak, siz bu Xitoydagi bo'lib vatanimizdagi ijro qilinishga boshlagan bu vaziyatni, axborotning bu qadar cheklamaga qarab ketayotganligini bir axborotchi bo'lish sifatingiz bilan qanday qaraysiz? Nega qarab ketyapti bu narsalar? Aldı bilan bu suhbat programmaga taklif qilganligingizga alayda rahmat aytaman. Siz degandek abamqa gaplaringizdan Xitoyning axborot vositalarida hozir cheklamalar kundan kunga kun sari eg'irlashib ketib boradi. Bu cheklamalar siz degandek burun, ya'ni 2010, 2014, 2015-yillarda texmo eg'irlashgan bu cheklamalar hozir nima deganda Xitoy buni qonunlashtiryapti. Ya'ni siz degandek 2016-yil 9-20 kuni Xitoyning to'ri betida, ya'ni jinoiy ishlar delolarini bajarishda elektronlik sonliq ma'lumotlarni to'plash va tekshirish ilib berish, hukm qilishda bir qancha masala to'g'risida belgilama e'lon qildi. Bu belgilama 30 moddadan tuzilgan. Demak, bu belgilamada siz degandek JX organlari, taftish, sud mahkamalari zo'rut tepilganda jinoiy gumondorlarning telefonlarini va el-xat yoki undidar yoki bo'lmasa shunga aloqador blog, mikroblog qatorliq uchur vositalarincha buni tashkirishuncha qonunlashtirish qarori ma'qullandi. Demak, ularga qonunlashtirish huquqini berdi degan gap. Endi burun ijro qilayotgandan bugun kelgan nima uchun buni qonunlashtirdi degan vaqtimizda Xitoy buni qonunlashtirishning xalqaro besimga uchrashning oldini olish uchun, xalqaro besimga taqobil turish uchun bu qonuniy resmiyatni bijirib bergan ma'qul edi degan gap. Uni yana birinchi kundan boshlab ijro qilishga boshladi. Demak, Xitoy bu masalada xalqaro besimga uchradi degan gap. Bu qonunida bo'lmagan, sen qilmagan ishni biz anlatib kelayotgandek, mayli istiqlol televiziyasi bo'lsin, mayli dunyoning boshqa axborot vositalarida bo'lsin, anlatib kelayotgan Xitoyning siz abam qilgandek vatanimizga telefonlarni hattoki xalqimiz uchun aqlli telefon ishlatilmaydigan ahvolga keldi. Yani uyda aqlli telefonni uyda qo'yib, talog'i chiqishi boshqa odatdagi normal telefonni ko'tarib chiqadigan holatga keldi. Nimishqa aqlli telefon xalqimizning beshiga baloya deb keldi.
Yani Xitay təcavüzçülərinin səbəbindən onu tekşürüb, onun da yoki bir ayet, yoki bir Qur'an, yoki bir basurt, yoki bir rəsmlər xalqımızın neçə 10 il türmüge məhkum buluşuğa səbəb oldu. Onun üçün xalqımız qoqab bundaq vasitələrini aqllı qılfılarını iştilişdən yaltaydı. Demək, nimə deyəndə Xitay bu çəklimələrini əmdicilikdir. Biz bu neslin anti vergendikin, xalqaradan bu nesle oturuğa çıkandikin, Xitay bunun aldığını eliş için bu kanun arkalık, bizim kanunumuzdu bu. Bu kanunumuzga xilaf qılğanlarını biz mında cəza aldıq. Digəndə bizi destek qılıb göstərməkçi oldu. Amma bu neçə il burunca bu xalqımız bunun zərbisi hatta ki hazır 3-4 il bulab türmədə yetib atqan bir ündidarda bir uçur taqib çıxıb qalğanlığı üçün və yaqomuz onu taqib hatta ki bir bas sürütü La ilahe illallah Muhammed Resulullah degan bir sözning bas sürütü olab qalğanlığı üçün hatta ki bir musulmon şəkildəki bir saqallı kişinin ama bas sürütü olab qalğanlığı üçün türmədə yetib atqan qarindaşlarımız var. Demek bularni Xitay özünün haqlıq nəsis qilib, haqlıq iş qilib ko'rsatish uchun bugungi kun kelganda buni qonunli qilib dunyoga e'lon qildi demek. Onu qonunlashtirganlikning o'zi qonunlashtirish masalan xalqaradan besim keldi. Qonunlashtirgan bilan bu ilib berayotgan ijroatlari xalqaraning nazaridami qonunliq bir ishga aylanmaydi-ki. Qonunliq o'xshashlam inson haqlari bo'lsin, hamma jihatdan yani bu insan qabul qilmaydigan darajadagi bu qadar hamma u ishlatayotgan telefon, el-xat, ünlüdar o hamma narsani bu qadar xohlaganda tekshirishi zaten insonning izzat hurmatiga qilingan bir ig'ir bir dars. Albatta, shu bu yerda nima deb qo'ydi deganda bular jinoyat gumondorlari deb qo'ydi. Jinoyat gumondorlari deb qo'ydi. Ammo Uyg'ur xalqining hammasi Uyg'ur xalqining hammasi Xitoyga nisbatan jinoyat gumondorlari. Hammasi qart tizimga kirib bo'ldi, tam o'rilib bo'ldi. Faqat ijro qilish vaqtilam aldı keyni bulmakta. Ben bunu ne çıktığımda sökbütümde şunda dedim. Bütün dünyadaki Uygurlarının meyli o partisi olsun, partiye girgen parti azası olsun, meyli Xitay işlevatkan galıcısı olsun, meyli o muhaciret yaşavatkan bir normal Uygur olsun, yakımız siyasi teşkilatının azaları, yakımız siyasi faaliyetçi olsun, Xitay'a nispeten hemmisi hatta ki bu vakballarımızdan tatıp Uygur ısınlıktan hemmisi Xitay üçüncü düşman bulap oldu. Fakat bunun icra kılınış vakti aldı ki hazır Xitay aldı bilen kimni düşman kılıp tunuvatıdı dinni aşkullah deb İslam dinine itiqad kılıvatkan, dinni aqidisi güçlük, meydanı inek, itiqadı müstehkem boğan Uygur'un evvel yokutuş tizimliğe gelip yokutuş nişanı kılıp bulan yoktu atıdı. Bulan yok olup boğan ikinci nöbet kim kildi o? Milli isiyat güçlük kadrlar, milli gururluk, milletçi degендek ulug keldi. Ondan keyin normal ahirde hemen yoqutmuş şekilde yoqutib tügütüydü degan gap. Demek abam siz degендek nay to'g'ri savol qo'ydingiz. Xitoy bununla bilan bu qonunning o'zi ham siyosiy nimaga, kishilik huquq nimasiga xilof dedingiz. Ammo Xitoyning o'zining qonunining o'zi xilof endi. Xitoy ham bu qonunga xilof qonunlar orqali, xilof o'zining nimasi orqali bu nimasini kuchlantirib menyapti demdi. O'zining siyosati bilan davlat qonunini davlat boshqarib menyapti. Bunda bo'lgan ekan, hamda xalqaro tashkilotlar, xalqlar nimalarmi qilganda mana biz shunga asosan tuzdik, o'zimizning ehtiyojimizga asosan bu jungochi qonun deyishdan yanmaslik mumkin. Xuddi jungochi sotsializm degan o'xshash. Hamda bir mantiqsiz ishlar jiq hamda deb kelsak, demak nima deganda Xitoy tajovuzchilarining hanima qilgan ishlarining o'zilam bu yerda siz degandek chiqib turgani bu jinoyat gumondorlari bo'lsin deb miyada chiqarib qo'ygan bilan jinoyat gumondorlari bu tutilgan odam emas. Yakimiz nazorat ostida qilgan odam emas. Siz degandek normal bir Uyg'urnimcho, normal bir Uyg'urni tutilsincho, odatdagi azirmishab dedik. Hamma Uyg'urning undidori nazorat ichida, hamma Uyg'urning telefon nazorat ichida. Mesela bir uydan bir siyasi cinayetçi deb Xitoy tutgan, Xitoyga qarshi harakat qilgan yakimiz diniy jihatdan nimiz kuchli bo'lgan biraz turma kirib ketgan bo'lsa, shuning oila tavobatlarining hammasi telefoni, hammasi nimiz nazorat ostida. Mesela meningki misol o'zimning shaxsiy misolga aytib qo'ysam, men mishada siyosiy faoliyat bilan shug'ullanib qolganligim uchun mening akamning, mening ochamning, hattoki mening anamning telefoni Xitoyning nazorat ostida. Az mesela telefon olsa, o telefonu alır. Mesela anamın cinayeti var, ne cinayet gumandары var. Ama onunkinin telefonuna nazaret kılış, onunkinin sen takip kılış nime hukukun var ama meninkini takip kıl. Mesela ben Xitoyga karşı hareket kıldım, ben karşı sözüldüm, meninkini kıl. Ama anamninkini senin kılış nime hukukun var.
degan savol chiqadi endi. Ammo mushunga o'xshagan mening onamning jinoyat gumondori bo'lishi yoki sizning bo'lishi yoki boshqalarning Xitoyga qarshi gap qilayotganlarning bo'lishi nima deganda bu bir qonunsizlik hamda. Xitoyning o'ziga nisbatan. Ular jinoyat gumondori emas, to'g'rimi? Uniki nima nazorat qilsa degan savolimiz chiqadi. Ammo nima deganda Xitoy amdiliqqa bir moddani ko'rsatib qo'yib, qolgan narsani shu asosini ijro qiladi. Xuddi modda chiqishdan burun Sharq Turkistonda bu model ijro qilinarlikdi. Ammo bugungi kunga kelganda qonunlashdi faqat bu Xinbek savchilarning xo'rik o'sib bu boshqalarga gap deb berish. Boshqalarga nima qilib berishning bir misli deb o'ylayman. Buniki Xitoylik masalan bu qonunni chiqarishga sabab bo'lgan narsaniki to'g'ridagi fitna ig'volar, saxta uchurlar, shahvoniylik, pastkashlik degan narsalarni tilg'ab kelibdi. Buning hammasi askartib qo'yish tiyishlansa Xitoyning to'rbatlarida shahvoniylik, pastkashlikdan to'l narsa yo'q hamda. Buningdan Xitoy ansirab ketmaydi. Haqiqiy qo'rqqan narsani pastda yana izohatlab qo'yibdi. To'rdagi qonunsiz va nachar uchurlar yoshlar o'smirlarning va har millat xalqining xizmat turmushiga og'ir darajada ziyon solmoqda dedi. Haqiqiy uchurlar ularni uyg'otib qo'ymasin degan gap bo'lishi mumkin. Yana andikin Abnum rayon aniq qonun bilan chekilgan milliy bo'lgunchilik, diniy oshqullikqa doir uchurlarni tarqalib, Abnum rayonimizning ijtimoiy muqimligiga og'ir tahdid paydo qilmoqda debdi. Ya bu so'zdan nima tushunasiz? Masalan, chet elda haqiqatan Uyg'urlar kuchlanib ketganligi uchun kuchlandimi Xitoyning o'sha darajada qo'rqitqidek darajada? Yo'q, endi Xitoyning qo'rqitqidek darajada kuchlanib ketgan bo'lmasligi mumkin, ammo nima deganda uchur jihatda bir nega keladi, bir ideyaga keladi. Hozir bir ideya bor-ku, bizda yaxshi hozir umumlashayotgan bir ideya. Ya'ni Xitoy tajovuzlarini dushman deb tunish, Sharq Turkistonni Xitoy tajovuzlari tarafidan besimlangan zamin deb tunish, Uyg'urlarni Xitoy dushman, Sharq Turkiston xalqini Xitoy dushman deb qartizimda kirgizib bo'ldi degan narsani aniq tunish masalasi xalqimizda bir xil tunish masalasi o'rtaga chiqdi. Ya'ni ideya birligi keldi degan. Va Xitoy rasmimizning tajovuzchimiz ekan degandek narsaga kelib, bu to'g'risida munozirlar, bu to'g'risida WhatsAppdagi suhbatlar, bu to'g'risida ba'zi bir Facebook bo'lsin, bu to'g'risida Xitoyga qarshi she'rlar bo'lsin, yozmalar bo'lsin, belgilik darajada yo'qdan barliq keldi degan. Buningla bilan yo'qdan barliq kelgan kichkina narsani Xitoy angib kelmoqda. Xitoy ham siz deb o'tganga o'xshash Xitoy tajovuzlari to'r bexatarligini o'ziga eng chong tahdid deb hisoblaydi. Xitoy bilimiz Xitoy to'rni Sharq Turkistonni qanchalik qamal qilganligini, tushunami? To'rni masalan WhatsApp ishiltanmaydi, Facebook ishiltanmaydi, YouTube ko'ranmaydi. Bunchalik qamal qilganligi sen yana nimadan qo'rqsa? Sen shunda kuchlikdan shuning biri deb o'zingga maydon urayotding, iqtisodim mening yukselyapti deb aytding. Sen shunda xalqingni paravon qilyotding o'zingning og'zida. Shunda Sharq Turkistonda xalq yonayt inoq ittifoqda. Ammo bundan nima qo'rqsa? U yerdagi odamga 35 million odamni sen turmak ololabsan. Ammo Sharq Turkistonning sirtida 10 mingga bormagan odamning bu bir yerga kelib buni munozara qilishidan nima qo'rqsa degan savol paydo bo'ldi. Demak, mayli 10 mingimiz qilayli bu fikrni, mayli mingimiz qilayli Xitoy uchun bu haq da'vo bo'lg'achqa, Xitoyning o'zining qilayotgani yolg'on bo'lg'achqa, zamin ishg'ol qilingan bo'lg'achqa, azmindagi xalqning o'zini kontrol qilgan bilan ideyasini kontrol qilinmag'achqa Xitoy bundan ansirayapti. Chunki buni tahdid deyapti. Abam siz deganga o'xshash bu yerdan kirgan har bir uchur, har bir munozira bu Xitoy uchun eng chong xavf olib keldi. Bunda xavfning Xitoy zo'rayib ketishini, kuchlanib ketishini har qachon xohlamaydi. Shunlashqa to'rdan har qachon hazar aylaydi, har qachon bizning masalan Facebook'dagi munoziramizga yili bizning Facebook'imizni o'chirib yetadi, yili muqaddas Uyg'ur davlatidamdi, ya'ni bijnimi tangir tag'ishisi deydi degandek niqoblag'liq Xitoyning josuslari yili birdam har xil bizga nima bo'lmagan salbiy uchurlarni taqtib andish paydo qilgan gap so'zni taqtib ba'zi bir insonlarimizning bu yerda andish paydo qilib vaymi qilib tirishadi. Ya'ni Xitoyning o'zining noyatda chet elga kuchaytirganligini, chet elda shunday Uyg'urlarning og'zini yumdira oladigan, bularni besiqtira oladigan to'g'riliqcha bu shaklda harakat olib berishga tirishadi. Ammo bularning harakatiga nisbatan masalan bir tangirtaq ishga nisbatan bizning 10, 100 odamcha inkos etib buning og'zini to'qlash, buning shikoyat etish qatorli ishlar xalqimizda buning qarshilik harakatlar bo'ladi. Bundan hech qanday pisat qilmagan, gap qilmagan bo'lsa hozircha buning nisbatan norozilikni ifodalaydigan bo'ldi. Hech bo'lmagan inkos etib bo'lsin-chi. Ey sen nima qilyapsan, nima deyapsan?
sen bizni nima ko'ryapsan deganga o'xshash iboralarni ishlatibchi xalqimizcha buning qarshilik ifoda. Demak, xalqimizda paydo bo'lgan bu qarshilikcha Xitoyga nisbatan tahdid. Bu ideya birlikcha Xitoyga nisbatan tahdid. Xitoyning eng qo'rqindig'i bu. Xitoyning bizning qurol tutib ketishimizdan, necha yuz askarimiz, necha ming askarimiz bo'lib ketishdan qo'rqib ketmaydi. Necha ming odamning ideyasining birlikka kelib ketishidan qo'rqaydi. Buning uchun buningga bizning ittifoqligimiz buzildi. Bizningcha u jamoat bu jamoatni kalla so'qashtirishga, u tashkilot bu tashkilotlarni bir-birsiga pishta pasat taqitishga, masalan, o'tirdagi odamlar orqali bu orliq birligimizni, ittifoqligimizni buzishga, seni millatchi, sen islomchi, sen demokratchi, ya'ni biz bijimichi deganga o'xshashcha, do'ppiluncha Xitoy kashf qilib qo'yadi. Bizda unda ayrimchilik yo'q. Biz hammamizning bir o'zimizning bag'ri qarindishimiz, bizningcha millatdishim, qarindishim, vatandishim debchi bag'rimizga besyapmiz. Inshaalloh Xitoy mushu bag'rimizga bosilgan ishni bizni cheklash, bizni oramizni yiroqlashtirish. Hattoki ba'zi bir WhatsApp, ba'zi bir yag yig'ilganlarni hattoki men deydi, menga men Facebook'dagini qilsa ba'zi bir Xitoy qirg'izib sen jasus ekansan yo Xitoyning odami ekansan deganga o'xshash menga ayna bir gap so'zlarni yozishqa bizga psixik jihatdan hujum qilish, bizni dilg'ildi qilish, bizni ashunday bir narsalar orqali hujum qilib zehnimizni quritish, zehnimizni bilish uchun harakat qiladi. Ammo bunga nisbatan bizning tayyorligimiz bilan bu maydonga nihoyat o'zimiz planlarimiz bilan nihoyat yaxshi nimamiz bilan chiqdik-da bu yo'lga. Undan chiqqandan keyin bu yo'lda azdiramaydi. Ammo mushu yo'lda dilg'il bo'layotgan ba'zi bir masalan Dunyo Uyg'ur qurultayini tillab chiqdi, To'lqin Aysani unda buni chiqib salbiy o'zining shaxsiyatiga nima deb chiqdi? Hattoki o'tgan Abduqodir Yevchenkam to'g'riliq oilasi onda degandek gap so'zlar nimishqa? Bu yerda shundaq siyosiy faoliyatlarimizni obrazini xunuklashtirish. Yangi ko'rganimizmi, voy bu rasmi yolg'on, voy bu normal bir insondir. Endi u Xitoyning jasusi deb ism yozmaydi. Shunda aylangan yolg'ondek bir ismni, o yo'g'im da muqaddas Uyg'ur davlati demdi o'zicha birimini yozib ayna bir qamlashmagan mantiqiy Uyg'ur ekanmigan bir Xitoyning jasuslari shu shaklda harakat qilib nima deganda bizni xunuklashtirish ba'zi bir siyosiy faoliyatlarimizni. Ana keyin siyosiy da'vorimizni bo'lish, ana keyin bizni ittifoqsizlik birlik bo'lmaslik jihatiga vahim panda qilish, ana keyin bo'lish harakat qilish uchun ba'zi bir gap so'zlarni sharkatni pishmasan taqdi deb o'ylayman. Yana shu topda joylarda terrorlik va diniy oshqo'llikqa, ya'ni atalmış diniy oshqo'llikqa qattiq zarba berish harakati davomlashmoqda. Bexatarlik xizmati ehtiyoji bilan fuqarolarning yonfuni tekshirilyapti degan bir ibora bor. Yuqorida jinoyat gumondorlari tamdi. Faqatli gumonliq kishilardi. Bu fuqarolarning yonfuni tekshirilyapti degan gap butun fuqarolarning ko'rsatda beradi. To'g'ri. Bu ikki zidlikni ABM deyip xuddi bu Xitoyning ABM shu chiqargan qonuni 2 yildan necha yildan burun ijro qilayotgan narsa. Endi bugungi kunga kelganda qonunli qilib ABM deganimiz mayli xalqaro ko'rsatgan bo'lsin, yoki burun jazolagan odamlarni biz haqli jazoladik deb bizga bir bishoratini bergan bo'lsin. Andan keyin xuddi hozir qilayotganninki tekshirishini normal bir tadbirni elish harakati deb e'lon qilgan bo'lsin-chi. Bu hammasi o'zining bunun zaten bu qonunga xilof ekanligi, hozir buning xalqaro qonunga yoki kishilik huquqiga bu qonunning mos kelmaydiganligini biz bilib turibmiz. Shunga o'xshagan buninki unda zidlikni izlab kelsak jiq bo'yadi-chi. Xitoy nima degan yerda mushu o'zinikini o'zi ishdan matoladi-chi. Xitoy o'zining gapini o'zi inkor qilib yoki o'zining gapiga zid gaplarni qilib qo'yib, matoladi, xalqaroning oldida mahsur bo'ladi. Demak shu mahsursinchi shu biz shu og'zimiz orqali bunu isbotlab beramiz. Balkim bu narsa keyingi boshqa axborot nimalarda chiqishi mumkin bu tahlillar. Bu yaqinda uni bir e'lon qilingan narsa. Ba'zi bir xalqaro axborot organlari buni tahlil qilayotgan bo'lishi mumkin. Bu to'g'risida ba'zi bir yozmalar, ba'zi bir maqolalar chiqishi mumkin. Demak nima deganda Xitoyning zodi biz uchun qilayotgani zodi shunday bir qonunsiz, o'zining qonuniga zid, o'zining degan gapiga zid bir qilmish deb o'ylayman. Hakikaten bu Xitoy'da men devlet yani Xitoy tarafidan taqtilmagan hiçbir ofşörünü böyle kövmeslik, saklamaslık, tarqatmaslık prensibi bo'yicha bir muncha narsa-narsani tilga olib o'tirishning hojati yo'q. Müşahede hatta abaysiz baş so'zlab o'tgandek
terörist teşkilatlarının bayrakları, katlı başarılı alakadar uçur ve resimler, taqturqi kiyinişden dini aşqulluq roşan yatan kitabın resimlerini çıqarışqa yoki to'saq atlash detali orqali buni qilishning hammasining qonunsiz ekanligi jiddiy shakldagi balo qildiganligini tilga olib bo'lmaydi. Albatta buning hammasini to'xtalib o'tishga vaqtimiz yetmaydi. 30 hafta tilga olibdi. Boshqa chet elning har qanday bir aloqalashish detalini ishlatishga bo'lmaydiganligini. Ve yeni bir dikkat tortilgan narsa Xitoyniki buning siz qanday qaraysiz? Masalan bir qanday usullar masalan bir narsani boshqalarga ham baharlashdan burun. Birincisi ham baharlamaslik kerak bo'lgan boshqalarga yetkazmaslik kerak bo'lgan narsa. Birincisi diniy mazmun yo'llamaslik. Deb bo'lib, chunki diniy faoliyat sorundan boshqa joyda dinni tashviq qilish cheklandi degan bu so'z bor. Yani bundan da Xitoy resmi qo'ygan, Xitoy o'zi bekitgan, mayli qanday bir masjidning imom bo'lsin yoki Xitoy o'zi nashriyat qilib Xinhua kitobxonlarida u yerda chiqargan, hatto Qur'onning tarjimasi yoki bo'lmasa Jungo musulmonlar jurnali, Xinjiang musulmonlar jurnali degandek bu jurnaldan elingan, shu jurnaldan falon sondan ko'chirib oldim degan narsani yo'llashning qonunsiz ekanligini o'tirib qo'yibdim. Bunun nasıl nima düşünüyorsunuz? Bu qandaq bir rezillik, yani bu qaysi derecedeki bir bütün bir milletine bu xalq bir Müslüman xalq. İtiqadi mayli İslamni yaxshi tushunmasa men Müslüman deydi. Bir Müslümanninki o'zini Müslüman deb atgan bir xalqninki o'zining diniga aloqador hech bir narsani birasiga yo'llay olmasligi, bir narsa u haqda Xitoy o'zi qonunliq deb chiqargan nashriyatlardagi dini ma'lumotlar, uçurlarni bir-biriga so'zlayolmasligi bu qanday bir zulm, qaysi bir şey, nima deb ifodallash kerak bo'ladi? Endi bu yerdagi Sharq Turkistondagi bo'layotgan zulmni endi og'zimiz bilan ifodalash nihoyat tez. Endi Xitoyning mush axborot vositalarini cheklashning o'zimi, buni qonunlashtirishning o'zimi Sharq Turkistondagi zulmni-chu, teximliqi hamma yerdan to'sab zaten bir narsami chiqmasin, bir narsami anglanmasin, bir narsami bilinmasin. Zaten mayli axborotga mayli vatanning bo'layotgan zulmi uchib ketmasin. Ayadagi vatanning sirtida vatanga qarshi zulmmi-chu, qarshilikmi-chu, har xil yo'llar orqali uchib kirmasin. Zaten mushda bo'lmasin, zaten mush haqni mishadagi biz hamma jihatdan to'sayli, hamma jihatdan mushuni yo'q qilayli deganlar maqsadchu. Bundan boshqa maqsad yo'q. Endi bu yerdagi ulam emas, işiltishlam emas, hattoki uydagi qonunli Qur'onmi shu Xitoy nashriyatidan beşilib chiqilgan, shu tarjima qilingan qonunliq nimasini o'tganmi, netijaning yog'i qonunli qilib o'qiyotgan Qur'on Karimmi-chu, shu uyda saqlashning o'zimi jinoyat bo'ladi hozirchu. Hattoki shunda Qur'on bulab qolib qolsa, uning jinoyat javobgarligi surishti qilingan, bulabmi bizning Sharq Turkistonning janubiy diyorlarida-chu. Bulabmi janubiy diyorlardagi zulm eng jiq bo'layotgan, eng ko'rinlik bo'layotgan qaysi rayon desangiz, Aqsu, Xotan, Qashqa. Bu 3 rayonda-chu. Shu rayonda nima jiq bo'ladi desangiz, bizning eng Sharq Turkistonliklarning eng zich o'rtoqlashgan o'rnimiz shu. Buning uchun bu yerdagi xalqimizga bo'lgan zulm biroz eshiyotidir. Boshqa shimol taraflarda-chu Xitoylar aralashib o'rtoqlashgan va yoki qonuniy eng biroz Xitoyning qonuniga birini deyalaydigan yoki Xitoy bilan zakullasha oladigan, Xitoyga çok dalil keltira oladigan bir insonlarimiz bo'lg'achqa u yerda qonun biroz ayad bilan farqli holatda bo'ladi. Ammo ayadagi insonlarimizga u yerdagi insonlarimizda unda zakullasha oladigan bo'lsa-mu, uningcha kallasini ilib tashlab. Demak, nima demoqchi deganda, bu yerdagi zulm shu qadar darajaki, hattoki u o'zining nimasini elib ishiltish emas. Bu elib ishiltishni mushuna cheklashning o'zi nima deganda, qimma bu ne demoqchi? Sen yiqin kelma, dinni so'zni iboralarni ishlatma. Dinni narsadan cho'q qonunliq yerdami shu naql elib ishlatma demoqchi. Sen bundan yiroq tur, sen buni yo'qol demoqchi. Bunga ishonma demoqchi. Ham dinni oshqun deganda dinda bir oshqunlik yo'q. Asli nimada? Ham bu Xitoyning qo'yib olgan bir ismi. Men misol keltirib, gap kelib kelganda to'g'ri kelib qoldi. Hamda shunga o'xshagan Hamda bu dinni aşqulluq degan nima deganda Xitoy o'zi shu dinni ko'rinarli ifodalagan, dinni chu chintuga odamni chu aşqun deb chu bu nom bilan chu, bu bo'xton bilan chu jazoladi. Shunga o'xshagan hamda uyimizdagi mayli Qur'on hadis olsun, Xitoy nashriyatlardan qonunliq nashr qilib bozorga silingan, hattoki pulga setib olgan shu kitoblarimizni chu
uyda saqlash cho qonunsizlik bo'lardi. Demak, bu yerdagi qonunsizlik u bo'lgan taqdirda avayam so'z iboralarni ishlatish, uni naql ilishimcha bu qonun. Demak, nima bu yerda deganda Xitoy yana bir darajada cho mushun ishlatsang bo'lmaydi. Sen dindan chiq deganning bishoratim. Bundan boshqa narsa yo'q. Dindan chiq, dini yo'qmi? Ilaqi madaniyat usulda o bizning diniy zotlarimizni chiqib usul o'ynashi. Diniy zotlarimizni Xitoyning bayrog'i haftaning birinchi kunida shunga bosh egdirishi. Diniy zotlarimizni cho har xil aroq sharab so'rovlarga aytilishi, hattoki qizlari bolalarning farzandlarining to'yda aroq tatmascha ularni jazolashining hammasi nima? İslam diniga bo'lgan qarshilik bu. Shuni bahona qilib turibchi, islom dinini yo'q qilish Sharq Turkistonda. Endi Xitoy Sharq Turkistonda islom dinini musulmonlarni taltukish bundan chiqishga kuchi yetmaydi. Ammo qanday qiladi deganda abamqidek vositalar orqali-chi bo'lak-bo'lak darajada. Biroqlam islom dinidan chiqib u nimani siyosatni u rejimni yurgizolmaydi. Dunyodagi islom davlatlarining çok qarshilik o'qib ketadi. Hamda Xitoyning manfaati cho dunyodagi o'tir sharqdagi eng islom ellari bilan cho savdo manfaati nihoyatda yuqori darajada. Buningga ta'sir etib ketmasligi, xalqarodagi cho islom tashkilotlarining cho buning cheklimasiga, buning zarbasiga uchrab ketmasligi uchun cho bu yepiq shaklda. Ya'ni ma'ni ishlatsang bo'lmaydi, ma iborani ishlatsang bo'lmaydi, ma islomning nimasini qilsang bo'lmaydi, yolg'iz cheksang bo'lmaydi, yeblansang bo'lmaydi degandekcho shartlar bilan bu yolg'iz mendaq ayrim yolg'iz shu masalaga qartilgan shaklda bu islomni yo'q qilishning dastlabki bosqichi. Ya'ni islomning yo'q qilishini ijro qilish bosqichida bevosita islomni yo'qotish uchun elib beriladi. Nishon. Albatta. Albatta. Shu bizning islomni tushunganligimiz, islomni haqiqiy o'zimizga nima qilib bu iymonni qurol qilganimiz Xitoy uchun bir xavf bo'layotdi. Bizga ruh nereden kelyapti? Bizga nima nereden kelyapti? Kuch nereden kelyapti? Allohning kelyapti ya. Uning uchun bu biz kelayotgan shu ruhning manbasini uzish. Ya'ni islomning manbasini uzish, qalbimizdagi iymonni yo'q qilish. Buning uchun pashxalarni qonunlashtirib beryapti. Shundami? Aroq sharoblarni musobaqalashtirib ishkizyapti. Shundami? Anandan keyin ayollarni yalang'ochlab ko'chaga chiqaryapti. Shundami? Tansi o'ynashga majburladi. Shundami? Faqat dinga xilof bo'lgan ishning hammani qonunli qilib bizga ijro qilyapti. 100 kunlik medeniyet günü de kun var mende. Medeniyet. İsmi medeniyet ama bizim medeniyetsizleştiriyor, bizi dinsizleştiriyor için kılıvatkan bu tedbiri bunun. Fakat bu mu bildi? Fakat bu ruh, bu Şarkı Türkistan'da Xitay'a karşılık kılıvatkan pidalayatki güç, bu nereden kılıvatı? İslam dininden kılıvatı. Yani bunu ruh kılıvatı. Onun için bulanın ruh kiliş menbesini yok kılışımız gerek. Bulanın bularga ruhiy uzuq bo'layotgan, bularga nima jihatdan, har jihatdan ruh bo'layotgan bu islomning nimasini yo'q qilish kerak. Endi islomni yo'q qilish deb bilan masjid-masjidni taqib etib, shundami? Qattiq siyosat qursa ham deganimdek, xalqaroning va islom ellarining bunga qarshiligi, buning bilan tirikishga yo'l qo'yib qoldi. Shuning uchun u dushmanni avutmaslik kerak. Shuning uchun vatan ichidagi bizga o'xshash dushmanlarni qanday yo'q qilish kerak? U ashunday birdan palampay shaklda ma'ni ishlatsang olmaydi, umidorni ishlatsang olmaydi, saqal qo'ysang olmaydi deb bizni islom dinida bizga sunnat qilingan, bizga farz qilingan narsalarni bizni asosda yo'q qilish. Shunga hozir ansak Yangisada Qashqar Yangisada 15 jamoati 15 ga yetmagan masjidlarni peshatlab chiqishga nim qildi. Endi bu chiqishni oldida qanday qildi? Masjidga 18 yoshdan kirganda kirish bo'lmaydi dedi. Masjidga partiya a'zolari kirish bo'lmaydi dedi. Masjidga kadrlar kirish bo'lmaydi dedi. Masjidga xizmatchi xodimlar kirish bo'lmaydi dedi. Masjid kim kirdimda? Dixonlar kiradi, dixonni yig'ilib ayada uyinish qildiribsa. Endi kim kirdi masjidga? Shu 15 ga to'shmasini keldi, 15 ga to'shma deb chaqirgan ekan. Bu masjid adam azlab ketdi. Masjid kirdigan adam yo'q. Uning uchun bu masjidning tug'ini chaqqanimiz yaxshi deb Yangisada bu ijro qilinib bo'ldi dedi. 8-oydan boshlab bu qonunni ijro qilindi. Demak nima deganda bu Yangisada boshlangan narsa Qashqarning boshqa noyalariga ham yetkaziladi degan gap. Uning deganicha Xotanga boradi, undan Oqsuqqa boradi. Anan degancha asta-asta shimolga keladi. Bu nima deganda paydin-pay shakllikcha bizni yo'q qilish. Hammasi shu oq ko'rinishida shu va bizning shu ilaqa bolalarni to'liq o'tirib akrimizda ichkirda to'liq o'tirni o'qitishning dastlabki nima shu Xitoylashtirish maqsadi. Xitoylashtirishning maqsadi dinsizlashtirish shu.
Şu İslam dinini ayarda yapıp yok kılış, İslam diyen nesin ço, idisini jüp tozlaş, onu ço, aşağıda Xitay muhiti ço, bulanı ço, Xitay'nın muhiti artıq təsir qılır ço, bulanı dinden çıkırış. Bulanı ço, aşım muhitiden, İslam muhiti qan məlisidən ço, İslam muhitik ailesinden ço, ağırıp taşlaş. Apırıp bu yedi ço, Xitaylaştırış. Kəlgən dikin ço, kendini yokulan bir mənsəbini berip qoyab ço, onu ço, üz üçün ço, məngülük xizmət qıldırış. Bu arqılıq ço, eləqi digen, üzü digen məngülük, ebedi emellik, yetiş. Onda yetkili bulmaydı. Şərq Türkistan xalqının məlum qismini qılğan bilən mən məlum qismi ço, Allah'ın izniyle ço, yani yetilip çıxıdı. Bu Allah'ın dinini ço, hiç kim ta ki Allah kıyametkiçe vədi qılğını qoyunca ço, bunu yok qılanmaydı. Xitay bu yok qılanmaydıqalığını bilidi. Amma nimiş qıladı degende bizge vaqtlık üz eminlikni setiliş üçün ço məbləğ selatıdı. Manda düşünsek olardan bili. Xitayning mushunchalar tahdidiga nisbatan qanday tadbirlar elinish kerak sizce? Mayli davlat ichida bo'lsin, sirtkilar bo'lsin. Bununla nispeten hem de sırtım vatan işidikilige nispeten etqanda vatan işidikilerinin tor şeklimizi üzülgen boğan diken her xil uçul vasıtalardan hem de bunu merhum. Bulanınki her xil mesela minin bölüşümçe hazır vatan işçiden torgu çıkıp qılalayotgan Xitayning jasusları, Xitayning tor saqçılarından başqalar çıqanmaydı hem de. Burun VPN degan abamniki deganiga o'xshash VPN nimasi quroli orqali tam atlash orqali qurollari orqali chiqaladi. Hozir tam atlash quroli nimicho buni kuzatadigan, buni kimning tam atlayotganligini bilaydigan yumshoq detallar chiqdi. Bu orqali kimning tam atlayotganligini biliblamcho uniga cheklim qo'ya oladigan yoki shu telefonnicho ishlanmas qiladigan qurollari va texnikalari bor. Uning uchun vatanning ichidan bir şekilde nima qilish, mayli uçurlarni ko'rish, mayli uçurlardan uçur yo'llash, bu nimamiz asos jihatdan Xitoy buni amalga oshirib bo'ldi. Endi bu yerdagilarni muncho yana deganda xalqaro vaziyatlar orqali, xalqaro xabarlar orqali xalqarodagi bo'layotgan ishlarni xalqimiz yana taxmin qila oladi. Ba'zi bir nima orqali, masalan, sayohatchilar deymiz ve yoki ba'zi bir tijoratchilar deymiz orqali, ba'zi bir ishkirga borgandiki munosabatlar orqali yana xalqarodagi vaziyatlarni tushuna oladi, ba'zi bir uçur vositalar orqali anlay oladi. Ham buni Xitoy mumkin ham uçur vositalarini to'sig'an bilan, masalan, Facebookni, undidor nimani, WhatsAppni, Viberni, YouTube'ni u yerda so'zlayotgan bilan yana ishkirda yana bu ta'minlash qurollari ishlanaverdi. İşkir ülkeleri arqılı Xitayning ülkeleriga o'sha yerga bağlanıcı, yani tamamlash quroli orqali yana muhaciretlik Uyg'urlarning mayli istiqolning xabarlari bo'lsin, mayli bo'lmasa Erkin Osiyoning xabarlari bo'lsin, mayli Facebook'dagi ba'zi uchurlar orqali yanalam uchur to'play oladi va shu uchurlarni kallasiga yig'ib eg'zoki vatan ichida taqta oladi degan. Xo'sh. Hamda vatan ichidagilar bu eg'iz orqali uchur taqtasi bo'ladi. Meyli meldeki uruk tıqqalları, şunama dosya ağırlar arkalıqçı, bu şekilde vatanın sırtıda Xitay'a karşılık kanda besin bulavatqallığını, kanda iş hareketlerini onu, kanda ulanı ümitlendirdiğin veya ki ulağı için paydası bulavatqan iş hareketlerini bulavatqallığı doğruluqçı, bu uçurların yetkisi buludu. Hem de vatan sırtıdakiler kanda kılış gerek degende, vatan sırtıdakiler Xitay abiyam ünlüdar toplarını içivetti, hem de ünlüdar toplarını ninki sani 100'ünü aşırmaqlıq. Bir ündüdar topu da, vatan içinde kurulğan toplarda 100'ün iş adam toplayamaydı. Mesela ben şu 300 adam var gruplarını ündüdarın açım, çeteldikilerninki. Hem o gruplar qarsanız hem vatanın içindekilerin var, sırtıdakilerin var aşında. Bularni aşında alaqalashib yurish, abay siz degandek balki bunlar bir telefonni uyga qo'yib qo'ygan bo'lishi mumkin edi. Sirtqa chiqib ishlamaydi. Chunki har xatarlik masalalarni hammasi paranglashib qilaveradigan endi. Qarab, bu Xitoy undidor degan Xitoyning bir axborot to'playdigan bir josuslik organ desak ham bo'ladimi? Bu qadar aniq. Endi u aniq, endi biz undidarda Xitoyning josusligiga qarata tadbir ilishda masalan biz
Xitoyga qarshi mayli xabar olsun, mesela ular göremeydiğin ünlüler topluluk atalaydıqımız şu, xabar olsun, yoki bo'lmasa uçurlar olsun, yoki bo'lmasa ba'zi bir Xitoyning o'zi oshkorlanmagan ba'zi bir narsalarni şu, biz oshkorlab bera oladigan narsalar bo'lsa, uni to'pga atsak bo'ladi. Ammo bizning xalqimizni ogohlantirganimiz ba'zi bir o'zining shaxsiy uçurlarini Mesela kim bilen pul urvatkan bolsa mesela işten sırtıga mesela onun zina olmasın demekçi. Yani olmasa bazı bir siyasi faaliyetlerin şug'ullanan nuqul alda onunki ulanınki takip kılgılık oldu. Mesela vatan sırtıda olsun şu siyasi faaliyetlerin şug'ullanatkan yakın siyasi faaliyet işlerinin başları, rehberlerimizden çoğu ulanın ayıl balları bazı bir şahsi uçurlarının çoğu yüzüne aitti dikkat kılıp yollaş gerek. Onun ihtiyat kılış gerek. Mesela o demeydiğin mesela onun salametliği dair. Xitoy nimaga qiziqdi? Siyasi paylaşçının salametliği qiziqdi. Siyasi paylaşçının iqtisodiy manbasi qiziqdi. Nereden kirdi bunun pul? Bu nima uchun bundan tinim topmay ishlayverdi buningga? Buning aqdi kim bor? Buning iqtisodiy manbaning kirish manbasi, kirish yo'li. Nereden kiryapti bu pul? Kim beryapti buningga? Buning yordam qilayotgan kim o? Yordam qilayotgan odamni bilsa Xitoy bir amal qilib uni to'sudi demakchi. Shuning uchun o'zdanida. Salametligimiz uchun bu mandatiyatını ağır bitip bunun mandatiyatını tedbir kullansak bu diken deydiğin işler oldu. Şuna öldeki mesela er ayalının ittifaklığı, öyünün ittifaklığı, balının işi o, balının çoğu nerede durup nerede kubavat kalığı doğruluk çoğu, şahsi uçurlarını aşkarlanmışsın demekçi. Bunun için önemli kalmış. Ama bu uçurlarını ünlüdardaki size kolunu vatkan, gep sözünlük dikkat kılınlar desek, toptakiler önemli ketken. Topta mehbi nesi yok. Top yollanan nesi şu aşkar nesi yollayımız. Ya ki aşkarı bulduğun işlerini çoğu vakaliklerini yollayımız. Onun için bu topta mahbiyetlik olmaydı. Ama şahsi uruk tukallarımızı diyen bolsun, böyle yakın bir vasıf tukallarımız değil, ya ki dosya ağırlarımız değil, vatandaşlık çoğu. Onu yollayan uçurlarımız da eğer bizim tohtu etmegen bolsa, bunu diyen gep sözlerimizde, şirketlerimizde, abim yukarı diyendek nesillerimizde çoğu, uçurlarını çoğu, buna dikkat kılışımız gerek. Onu diyeyim etme, vay palancı balan bağırıp kaldı, vay bugün bunda hoş oladı deyip üzümüzden çoğu, hele ki beşimizdeki gamlini, yakımız Xitoy bunun tedbir aladigan bazı bir uçurlarını yetkizip koysak, yakımız palancı pulum battı, bugün bir etim diyendek mendak bir şahsi uçurlarını yetkizip koysak, Xitoy bunun için bizge zerbi verdiğin bir bunu kullanmasın demekçi. Hem de topladı çoğu yani topladı mesela WhatsApp toplarda her xil insanlar var. Ama bu insanların hemmisinin biz salayetini bilmeyimiz. Toptaki insanların her birisinin salayetini iniqlab çıkışı bir imkansız. Ama topta meyli casus olsun, meyli tek yaxşı deyim ben. Casus olsun, şu casus oturup çıkıp bizden fikirleşerse, biz bilen şu geplerimizin çoğu bizge karta şunun karta inkas bildirerse bu tek yaxşı. Ama toptaki nersede biz degendik Xitoyga qarshi nima qilamiz? Xitoyga qarshi gap qilamiz, Xitoyga qarshi nima qilamiz? Ama u yerda gap qilayotganlar zaten Xitoydan qo'rqmaydigan gap qila oladi. Xitoyga qarshi tura oladigan gap qiladi. Uning salohiyati aniq zaten. Uni mesela kimligi aniq bo'lgan, aniq. Uning telefon nomeri aniq WhatsApp'dagi. Uning uchun bundan qo'rqmaydigan insonlar gap qildi. Qolganlar bazı insanlar bu qo'rqmaydigan yerdan qo'rqib ketayotganda o'zi uchun vahim qilib, "O bu sorunda anda olib ketgandan ba'zi bir savdo to'plarga, masalan biz uçurlarni atgan bo'lsak, mesela ya xabar olsun ya olmasa bazı bir gap sözlerini Xitoyga qarshi u topdagi insonlar ya bu topni siyosiy yerda qilanlar deyotgan. Yo'q siyosiy yerda qilamiz biz qirnishim. Ama bu topda anlamasın xalqimiz. Bunun qarşı bizga agishib ko'chaga chiqsin yoki bo'lmasa bunun qarşı bizning yenimiz kelsin demidik. Faqat bundan foydalanib qolsin, buning uchun bir tafakkur qilib qolsin, buning uchun o'zininki biz bu topda bo'lmaganlar bu yerda bo'lib qolgan bo'lsa, shuning uchun bir uçur manbasi olsun. Körenmegen bolsa üstüne kol tutpan arqılık kürübasın degenle maksat kılımız. Qandaqdır bu uçurunu maqsatib bir paydalaş yakımız bir başka maqsadımız yok. Onun için bunu doğru düşünüş gerekmez bir qardaşlar. Bunu bilmeyin bir inkaslı geldi onu doğru düşen degen boldum qardaşım bu Şərq Türkistan degen isimden qoqab ketadigan ço. Muşinca vehimli şey yaşayotgan insanlarımız var. Nimiş qoqsuz qardaşım? Özü chet elda turib. Özü chet elda turib. Endi siz chet elda turib nimiş qoqmay bo'lib vatan kirib ketasiz. Ama Xitoy sizning u topdagi hamma WhatsApp uçurunu egallaydi. Biz abam degandek WhatsAppni Xitoy nuqtalik qilgan yoki undidari nuqtalik qilgan insonlarnigini anglay oladi. Uni da nuqtalik qilmagan hamma uçurunu onu anglab tahlil qilgan onun vaqti yo'q. Onun unchalik nimasi yo'q, texnik nimasi shu. Demak, biz deganimiz shu siyosiy faoliyatni qilayotgan yoki bo'lmasa nuqtalik bo'lib qolib qolgan manda insonlarnikining shaxsiy uchurini egallash ehtimolligi bor. Shuning uchun shu ishlarni berib qo'ymaslikka tirishish kerak degan gap oyadiki top tutuğan insanlığa vahim bo'lib ketganda Allah bizning bu top tutuğunumuzdan Xitoy vatan kirib chiqadigan tursak, telefonni qo'yib qo'ysak bizning kirgandik anda var qildi degan. Unda yo'q, qarindishim. Unda ahvol yo'q. Unda qo'rqib ketishning ahvoli yo'q. Faqat siz
shu gapga, shu ishni o'zingizning to'g'ri tahlil qilib, shu vatan sirtidimi, shu Sharq Turkiston degan ismni to'g'ri qabul qilib, to'g'ri iste'mol qilishingiz kerak. Agar buningchilikmi qo'qab ketsangiz, buningchilikmi nima qilib ketsangiz, siz iymoningizni o'zingizning Sharq Turkistonlik kelguncha bir tekshirib baqsangiz bo'ldi. O'zingiz bir isloh qilib baqsangiz bo'ldi deymiz ham qarindoshlarimizga. Onun için qarindoshlarimiz bu jihatda bakbivam. Undan keyin ba'zi bir oshxonlarda va josuslar ekan. Falan degan oshxonada bir josus ichyapti. Deganga o'xshash asosi yo'q gaplarni qilgancha Istanbulda. Bu asosi yo'q ishni qilmaydi qarindoshlarimiz. Asosi yo'qda, masalan, dalil isbotimiz bo'lsa, masalan, shu oshxonni ochgan ras Xitoyning josusi bo'lsa, qani dalil isbotingiz kerak. Dalil isbotimizni keltirib, shuning bilan yüzleşeleydiğin teşkilatlar var, yüzleşeleydiğin insanlar var. Onun için şulara nimemizni berişimiz. Ama delil ispat yok, kumanımız yok, falan yerde işleydikken tok, vatanda pukun işini qıptiken, diyen bilen o delil ispat olmaydı. Fakat o asasımız yok, bazı bir gap sözüne, bazı bir iş hareketini çoğu kılmasımız gerek. Ama to'g'ri bir narsani ihtiyat qilib, uni tekshirishimiz kerak, ama delil ispat buluşumuz gerek. Başka qarindoshlarimiz uvol qilib qo'ysa qolmaydi, ortiq dushman bizga ortiqlik qiladi. Ama dostumuzni dushman qilib olsa qolmaydi. Onun uchun Xitoyning tikosi uchib ketmayib falan. Hattoki ba'zi bir WhatsApp'nimi tunigan alg'a uchirimda voy bu WhatsApp'nimi Xitoyning odamlari quribdi degan gapni taqib suraydi men insonlarimiz uchun. Hamda mo'shinchilikmi, hamda shunda bir nimalik bormi hamda. Unda u yerda Xitoy uni qurib turib, unda bizni u yerda men ham deganimdek shu Xitoydan qo'rqmaydigan, Xitoyga gap qila oladigan, Xitoyni cho'q pash qila oladigan insonlar gap qiladi u yerda. Toptum şu bir top bo'lsa, 5-6 odam gap qiladi, qog'alcha sukut tutirib anglaydi uni. Unda bo'lgan ekan, bu jihatga to'g'ri azm qilishimiz, nadan andish qilishimiz, nadan andish qilmasligimizni dansab qilib qilishimiz kerak. Xitoyning josusi degan gaplar mengimizning 98% ni egallab olmaydi. Cho'qim o josusi qanday josus qilyapti-da? Josusni bizga qo'limizga tushgan qanday dalil isbot bor? Buning qartachi biz bunun qarta dalil isbotli holaticha shirkat ilib berishimiz to'g'ri bo'ldi deb qarayman. Shundan chiqib kendin Xitoyga nisbatan yana bir savolingizni cheknab ketib qoldim. Facebookda harakat qilayotgan qarindoshlarimiz, masalan, nurg'un yaxshi yozmani yozayotganlar va nurg'un yaxshi videolarni kirishtirib yo'llayotganlar, buni kuchab tarqatishimiz kerak. Kuchab tarqatgan vaqtimizda hammamiz o'zaro ayliqi hambarkliganda analigincho bu Xitoyga nisbatan teximizning bo'ladi. Hammamizning do'stlikning doirasi cheklik bo'ladi. Birimiznikini ko'rmagan bo'lsa, birimiznikini ko'radi. Bu shakl orqali Xitoyga zarba bo'ladi. Cho'qim hammamizning yezishimiz, hammamizning yangi bir narsani taklif qilishimizning o'rni yo'q. Shu qilayotganlarnikida, masalan, istiqolning xabarlari Facebookga chiqadi. Buni taqitishimizning hammamizning majburiyati. Sadece Xitoy istiqol televizor ishlayotgan xizmatchilarning ishi emas bu. Hammamizga shu kelgan bir vazifa deb buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Hozir Xitoyga eng nuqta bo'layotgan narsa nima? Xitoyga zarba bo'layotgan narsa nima? Shu tashviqot. To'g'ri. Uning uchun biz tashviqotni bizning birdan-bir qonunliq organimiz bo'lgan, bizning birdan-bir ayni Xitoyning besimi bilan yaqin istiqolning televiziyasini taqidi. Hüküm çıkardı. Ama bunun için ne bilen bo'ldi? Şu Xitoyning bisimi bilan bo'ldi. Bunun için bu istiqol nimesini qo'g'dash televiziyasini buni asrab qilish, bunun için biz shu taqiqa yerlar bilan bunun nimesini surishtiruvchi hammamizning majburiyati. Qandaqdir istiqolning qonuni vakilining berib bilan surishtiradigan ish emas. Hammamizning bizning telefonni urib o'ynayim bo'ldi, mananga şu Türkiye'de yaşayotgan insanlar mani nima taqidinglar, maning sababi nima? Bu bizning birdan bir ovozimiz, bir qonunliq bir shirkat bo'lsa, buni taqashlik maqsadingiz nima? deb ulardan qonuniy shaklda yaxshi bir dialog qilish hammamizning majburiyati deb qarayman. Uning uchun bizning mayli Facebook bo'lsin, mayli YouTube'da bo'lsin, mayli bütün shu chet elda bizga qulaylik bo'lgan bu ushur vositalardan nəhayət ünümlük paydalanıb Xitoyga zarba berish qurol qilishimiz kerak. Bir yerde özümüzden şəxsi yenimizni, şəxsi fikrimizni, şəxsi başqa bir şəxsi turmuşumuzni qıldıgan yəməz, bəlkə muşu Xitoyga zarba berdigan bu qılğanını biz abamıqdək həmbərkirək usullar arqılıq bunu qollığınımız oldu. Həm muşunağa mening ovozim bor deganda bildirganimiz bo'ldi. Shuning uchun xalqimizning mayli WhatsAppda bo'lsin, WhatsAppdagi yaxshi uchurlarni olsun, yaxshi gap so'zlarni olsun, mayli Facebook'daki olsun, mayli Twitter'daki olsun, buni kuchab taqtish, ulab taqtish Xitoyga zo'r besim keladi.
Bizning təşviqatımız Xitay axbaratını bunu qancha çiڭaytqan siri biz vatan sirtida imkoniyatimizning yarışı bunu çeximik zor kuchaytirishimiz kerak. Bizning birdan bir deganimdek birdan bir Xitoy bilan tutishayotgan ikirmi shu. Hozir menim ko'rib turibdim, men Xitoy qulamni bigiz qulamni tanlab turyapman degangi. Demak, men bigiz qulamni o'zimning nimasiga emas, Xitoygacha bigiz qulamni tanlayaldim deb mandaq tushuna olasekcho, anandagi Xitoyga zarba bera olgan bo'lamiz. Bucho, bu kuchimizcho keyin zo'raydi. Xitoyga olan qarshiligimiz texim aşır deb o'ylayman. Ko'pdan ko'p rahmat, nihoyat yaxshi suhbat bo'ldi. Yana oxirida dünyanın her qaysi joylarida nurg'un yetishgan yosh kompyuter mutaxassislerimizga bir nidarimiz bo'ldi. Albatta har qanday bir texnikaning bir yo'chiqi bo'lmaydi deydigan ish bo'lmaydi. Bo'lib bugungi zamonda Xitoy buni ma'lum muddat shakli olishi mumkin. Chunki har qanday bir to'saqni bosib o'ta oladigan texnikalar bugun mavjud. Va men ba'zida pat vatanning ichidan Facebookdan mana qarindoshlar uchur yo'llab vatandan Ürümçinin veya bir yerden çıkıvatman deb. Bu qandaq chiqdigan sen biz Xitoy bilinmaydigan shaklda chiqyapmiz degan uchurlarni biz davomli ko'rib turamiz, istiqlolni deydigan uchurlar keldi. Mushu qarindoshlarimiz bu Xitoyningki bu qatim bu cheklimlarni qandaq bosib o'ta oladigan texnik yo'llarni bildigan qarindoshlarimiz cho'qim o'ziniki bu bilimini ayımay bunu taqib qo'yishni umid qilamiz inshaalloh. Balkim ilgirki keyingi programlarda balkim ba'zi mutaxassislarimiz bilan aloqalashib olsak, onun ayrim bir suhbat qilish planim bor inshaalloh. Rahmat sizga vaqtingizni chiqarib kelganingiz uchun. Rahmat. Hurmatli tuzuklar, shuna qilib bu qatimliq ochiq suhbat programmamiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh yangi bir programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janob Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.